الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, inoğlarım, xoğullarım, keyle buru dersimiz şuruklar dersimiz elhamdülillah düğüm şerh şurutu la ilahe illallah düğümüye geldi. Düğüm şartı şuradaki namada yakindi. Düğüm şartı buruz inşallah şerh kılabız. Avval ilgari ma'na la ilahe illallah ya udur bil cehalden gapirmeyin mesela ودرسك وتكن درسك أول شرط لا إله إلا الله أبدي ونميده علمي بروز إن شاء الله يقينا قابل. أول درس شرح كماسي ilgari bir mukaddeme aytaman toki zihnlar ochilsin. Doiman ya ders avval ya oxiriga bir mukaddeme ya oxiriga bir sharh beraman. Bu toki zihnlarni ochilar uchun. Qarang og'am, tavhidga ehtimom bermabdi mullalar. Ehtimom bermabdilar. Shu ehtimom bermaganlari shudiki, agar ehtimom bersalar edi, o'rgatsalar edi mardumga, undan o'shandoq payg'ambarlar, rasullar, anbiyo qandoq vaqtda da'vat qildi, qavmini azobga qoldi, qandoq azobga qoldi? Har kim o'shalarni yelini tutsa, tavhidga da'vat qilsa, o'shanda azobga qoladi. Mardum siz o'ltirib halaqot Qur'onga o'ltirib Qur'on dars bering, ne Amerikasiga dushmanlik qiladi, ne Isroil, ne shu qavmimizni dushmanlik qiladi, ne shu hukumatay tog'otga dushmanlik qiladi. Agar u o'tib imom bo'lib, imom masjid bo'lib, yaxshi adon aytib, Rafiyadan amin bil jahl qilasiz, yoqmaysiz, uncha mushkilot yo'qdi birga. Bular sizga mushkilot qilmaylar bu hukumatlar. Agar namoz o'tkazsa, yaxshi sesga sadoya doiman qiyomul layl qiling, dars bering. Uncha mushkulot, bularni mushkuloti bu nima yo'qdi. Mushkulot qachon keladi? Mushkulot vaqtida tavhidga da'vat qilsangiz. Nima uchun tavhid? Da'vat rusul shu edi. O'shaning rasullar azobga ko'p azob ko'rdilar, rusulki Alloh tarafidan tavhidga da'vat qilib ko'p azobga qoldilar. Fa tavhidga da'vat qilsangiz azobi ko'pdi. Xayri ummat bo'laman desangiz tavhidga da'vat qiling. Kuntum xayra ummatin uxrijat lin-nas. Nima biza xayri ummat edik? Nima uchun bo'lgan sababi bor? Ummat Muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatlarning ichiga bunday emas xayriyatni shunda olgan bo'lsa. Kuntum xayra ummatin uxrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Xayriyani amr bil ma'ruf qilar uchun, nahy anil munkar qilar uchun olganmiz. Shuna Ibn Taymiya aytdilar, kattatarin ma'ruf, azimtarin ma'ruf o'shadiki tavhidda. Siz boyit avval tavhidga shura qilsangiz. O'sha azimtarin munkar nimada? Shirkda. Boy shirkka, mardumda shirkka uzoq qilsangiz. Ana bu da'vatda aslan. Bir keling qarang. Agar biza ehtimom bermasak tavhidga, aytamiz ehtimom beringlar tavhidga, la tavhid vaqila deymiz. Nima uchun? Agar biza ehtimom bermasak tavhidga, aytmasak, dushmanon islom nima qilgandilar? Birga ishlayotdilar. Dushman islom ishlaydilarki, toki bu ma'noyi kalima tavhid la ilaha illallahni tahrif qilsalar, yo mardumga boshqa raqam tushuntirsalar, yo ma'nosini boshqa raqam tushuntirsalar, toki o tavhiddan mardumni uzoq qilsalar. Dini nimadi? Dini islomi nima? Amerikani rozi qilayotgan, Yahudni rozi qilayotgan, mardumni bu hokimlar rozi qilayotgan, uni din keltiradilar. Ular hammasi rozidir nomdagi islomga. Qarang, ular agar birga aytamiz, biz qachon Amerikani gapini qilib, biz qachon Isroilni gapini qilib, biz bilaman. Ular ham bunda diyon emaski, sizga kelib to'g'ri sizga da'vat qilsa, u ham biladiki siz Amerikani gapini qilmaysiz, diningizdan gapirsa. La ilaha illallahingizdan gapirsa, ular gapirmaydi, to'g'ri kelmaydi, mustaqim oldingizga. Ular nima qiladi? Ular taban kimni tariqidan keladi? Hukam, zuama, shu davlat islomi deysizlar, shu davlatlarni tariqasidan keladi. Bu hokimlarning tarafidan keladi. Bu hokimlar ham sizni diningizda la ilaha illalloh ma'nosini madrini tag'ir qila olmaydi, to'g'ri o'zi mustaqim kelib. Ular ham keladi. Tariq ulama salatin, olimlarki, sultonlarning olim ularning tariqidan kelib sizni diningizni tag'ir qilgan va qilotdilar. O'shanda biz tavhidga ehtimom bering. Tavhid aham shay tavhidda dinimizga, una furu'iga osonda, furu'iga xato qilsa odamni siyoq qilsa mushkul emas, ammo tavhidda xato nisyoni yo'qdir.
Qani uni u mullalar nima qiladi? U Salatinda ulamalar nima qiladi? Siz Qur'on va hadisdan gapiradi. Undan nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha va atii'ur rasula va ulul amri minkum. Böyle ketadi ulul amrida itoatsini. Uli amridiki bizdan vali amrimiz aslan uqdiki yaquduna li kitabillahi ve sünnet rasulih. U bizani velat amrimiz kim dersin bu oyatga aytilgan. U velat amr ki bizani Allah'ın kitabiga, hukmiga, Allah'ın hukmiga olib yursa. Ve Kur'an hadisde hukmiga olib yursa. U velat umuru bizdi bizani. Bilan ketiradi bu tavagitga ular bu ayetlerini bu salatin ulamalar. Ona kelsangiz la ilahe illallah bir kufr tog'ut bor. Sizni nima qiladi? Böyle kufr tog'utdan uzoq qiladi. Sizga vojib qildiradi. Itoatni bu tog'utlarni. Siz uni itoat qilsangiz kofir bo'lasiz. Bu tog'utlarni qanday shu mullalar qiladi. Agar qanday la ilaha illalloh ma'nosini tag'ir qiladi. La ilaha zaytiki kufr tog'ut bor. Ve kufr ketirsangiz amma har narsaki Allohdan boshqa ibodat bilan. Biri shudiki tog'utlardi. Agar itoat qilmasangiz, damma qo'ltisangiz, ularni takfir qilmasangiz ham kofir bo'lasiz. Ularni takfir qilmasangiz ham kofir bo'lasiz. Ammo bundoq qilmadi, o'shanga tabiiy ehtimom bering tavhidga, la ilaha illallohga, toki biling la ilaha illallohning madluli, ma'nosi, haqiqiy nimada bu ulamalarning gapiga chalimang. Qarang, agar ma'noyi haqiqiy la ilaha illallohni bilsangiz, bilasizki Alloh subhanahu va taolo samovat val ard, osmon va zaminlarni shu kalima uchun xalq qilgandi. Va biz insi jinni shu kalima uchun xalq qilgandi. Va payg'ambarlarni, rusul va anbiyoni yebardi Alloh subhanahu va taolo shu kalima uchun. Va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Undan nima deydi Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatga va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha va ijtanibut togut. Qarang, hamma payg'ambarlar kelgan nima qilsa ijtinob tog'utdan qilsa, la ilaha illalloh uchun kelgan, Allohning ibodati uchun kelgan. Agar bilsa la ilaha illalloh ma'nosini bilabizki, payg'ambarlar nima uchun nozil bo'lib ekan va dunyoga zindagligimiz nima uchun ekan. Qarang, bu kalima tavhid la ilaha illalloh buncha oson emaski. Siz bir la ilaha illallohni shuna jannatga beg'am behisob o'tib ketaversangiz. Bu kalima uchun jihod farz bo'ldi. Yo'qsa jihod desa jihod til uchun emasdi. Qavmiyat uchun emasdi. Hizb bu narsa uchun emasdi. Jihod bunday emasliki, bunda bo'lsa-ki, qavmi falon hokimiyatda olsin, yo qavmi falon olsin, buning uchun emasdi jihod. Jihod farz bo'ldi, i'la kalimatulloh. Shu la ilaha illallohni i'lo qilar uchundir. Shu kalima uchun bilsangiz ma'nosini undan, shu bilasizki, shu kalima uchun payg'ambarlar yuborildi, shuni oyatda zikr qildik. Agar bilsangiz ma'nosini bilasizki, shu kalima uchun payg'ambarlar vatanlaridan hijrat qildilar. To qiyomat bo'lguncha hijrat bo'ldiki, shu kalima uchun odam hijrat qiladi. Shu kalima uchun payg'ambarlar qavmlarini jihad qildi. Shu kalima uchun otalarni o'g'illar o'ldirdi. Qarang, inog'am. Shu kalima uchun sahobalar qancha azob yedi. O'qiy biz Siriya ham bilasizki, Bilol radhiyallohu anhu ta'dib yedi. Shu kalima uchun, boshqa nima uchun edi? Azobga edi, aytdi ahadun ahad. Shu kalima uchun dunyo mollarini tark qildilar. Shu kalima uchun Suhayb radhiyallohu anhu nimalar qildilar? Qarang. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu aytdilar. Men deylar, dorilar qamda ol deb borsam deylar, Suhayb to'xtab ekan. Dorilar qamda darvozasiga deylar. Aytdim deylar, ya Suhayb bo'lga nima qilasan? Nima tilaysan? Menga Suhayb aytdiki, sen nima tilaysan? Men aytdim deylar, men Muhammadni gapini eshitmoqchiman. Qani nima deydi? Uni ikkilamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kirdi deylar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga islomda arz qildi. Taqdim qildilar, biza musulmon bo'ldik deylar. Xo'p, bular musulmon bo'ldi, bas, xolos kalimani aytdi, jannatga ketaman deb o'ltidimi? Bizada
Bir kalimani aytibız jannatni o'rtasi balki Firdavs allidan joy sotib o'tiribmiz o'zimizga. Hamma biz inshaalloh jannatga ketasiz. Sen ketdiz. Tamom narsa qimmati bor. Bu jannatning qiymati yo'q. Siz muft ketekasiz. Qarang, bular kalimasini aytdi. Musulmon bo'ldi, bas shuni intizor tortdim jannatga ketaman deb. Nima qildi bular? Qarang. Suhayb aytdilar, musulmon bo'lganlar nima deylar? Aytdilar, lam yashhad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mashhadan qat illa kuntu hadiruha. Aytdilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech mashhad yo'q ediki, o'rga shohid bo'lsam, ularga bo'lmasam dedilar. Ularga boradim dedilar. وَلَمْ يُبَايِعْ بَيْعَةً قَطْ إِلَّا كُنْتُ حَاضِرُهَا. Hiç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayat kılan yoktu. İlla o'sha bayatlarga men bor edim dedilar. وَلَا غَزَا غَزْوَةً أَوَّلَ الزَّمَانِ وَآخِرَهُ إِلَّا وَكُنْتُ فِيهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ. Kalimani aytganlari, musulmon bo'lganlari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zamonga, har makonga g'azvat qilibdilar. Yo yaminlariga, rostlik taraflariga, yo chap taraflariga bor edim debdilar. Qarang. Yine aytdilar, وَمَا خَافَ الْمُسْلِمُونَ أَمَامَهُمْ قَطْ إِلَّا كُنْتُ أَمَامَهُمْ وَلَا خَافُوا وَرَاءَهُمْ إِلَّا كُنْتُ وَرَاءَهُمْ. Aytdilar, musulmonlar damlaridan qo'rsalar damlariga o'zimni beredim deylar. Qarang, muhabbat din o'g'alar uchun. Ana shu dinda la ilaha illalloh aytsa, la ilaha illallohga muhabbat bor. Allohning rasulini yaxshi ko'rasiz, mu'minlarni yaxshi ko'rasiz, munosara qilasiz, ana shu muhabbatda. Bular kalimani aytdi, ma'nosiga tushundi. Shuni fidoyi berdilar o'zlarini. Aytdilar, mu'minlar ketlaridan qo'rsalar o'zimni ketga beradimki, avval menga tegsan narsa tegsin deb. Mana bu iymonda. Bular ham kalimani aytdi, biz ham kalimani aytganmiz. Qarang. Nima qildilar yana Suhayb? Qarang, Suhayb bu kalimani aytdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qildilar. Payg'ambar hijrat qilganlar nima qildilar? Suhayb radhiyallohu anhu hijrat qilmoqchi bo'ldilar Madinaga. Vaqti chiqay berdilar, Makkani mardumi damlarini tutdi. Aytdi, ey Suhayb, qayerga ketasan? Sen ataytina sa'lukan faqiran. Sen bizdan oldi bizga bir ish narsang yo'q edi, bir faqir kelveding. Endi moling ko'paydi, endi chiqib ketasanmi? Suhayb radhiyallohu anhu bir nima qildi bu kalima tavhid uchun. Kalima tavhid uchun aytdilarki, mening molim falon joyga qo'yilganda, boringlar, olinglar, meni qo'yib beringlar. Tamom molim borib Quraysh oldim kofirlar. Suhayb radhiyallohu anhu ketdi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ketlardan Madinaga qarab. Ana bu kalimadir. Ana shu kalimadiki, bir dars yaqinda olamiz. Yaqinda nima ma'nosi bo'ldi? Qarang. Shurut la ilaha illallohdan yaqinda muqobilga shak bo'ldi. Ya'ni kalima-i tavhidni tahqiq qilaman desangiz, shak qilmang. Kalima-i tavhidni aytizmi, qalbingiz mutmain bo'lsin bu kalima la ilaha illalloh. La ilaha illalloh vaqti nafi qildingiz, tamom ma'budotni, tavog'itdan nafi qildingiz, mutmain bo'ling. Itminon komil bo'ling, rais orom darsin. Olib mardum kalima musulmonman deydi. Olib bilgan muvahhid bo'lganlarni aytaman-da. Bu muvahhid bo'ladilar. Aysaki kufr tog'ut ketiring, falon kofirdan baroat bezorlik qiling. O'zim shakl aytadi, u namoz o'tkazadi, u dindan gapiradi. Hay tog'utga ishlaydi, qiyin shak bor qalbi. Qiydagi o'niz ham orom bo'lgan yo'qdi, yaqini yo'qdi-da, hay. Yaqin shu narsadiki, yaqinni muqobilida gumoni bad, zan shak bo'ladi. Ya'ni shak bo'ladi. Iymon qabul bo'lmaydi. Ya'ni mo'min bo'laman deng. La ilaha illalloh ayting, qabul bo'lmaydi toki yaqini komiliz bo'lmasa. Yaqini komiliz, ilmi yaqiniz bo'lmasa, qabul bo'lmaydi. Shak daxil bo'lsa, hech vaqt bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi. İnnemal mu'minun ellezina amanu billahi ve rasulihi thumma lam yertabu. Qarang, Allohga iymon keltirgan kishilar va rasuliga iymon keltirgan kishilar, ular undan shak qilmaydi. Vajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabili ulaikumuz sodiqun. Ular jihad qildilar. Mollarimi, jonlarimi Allohning yo'liga, ular sodiqdir. Ya'ni har kimki Allah Resulü'ne iman getirse, Allah Resulü'ne iman getirse, şak kısa nemadı?
mo'min emasdi. O'shaning uchun böyle kelime inneme keldi. İnnemel mu'minun. Bu inneme ne Araplar? Bunu adavat-ı hasr ve kasıdını soklar. Yani adavat-ı hasr kasıd yani cema kıladı. Allah subhanahu wa ta'ala burgayt innemel mu'minun ellezine amenu billahi ve resulü. Burgay kırın bu inneme hasr kıldı, cema kıldı. İman Allah ve Resulüne. Allah'a iman ketseniz, Resulü'ne iman ketseniz şak etmeseyiz. Kırın cem böyle. Allah Resulü'ne iman ketseniz. Ona şak ketseniz siz mu'min emezsiniz. Bu cema böyle imanu yakin. İmanı yakin cem böyle. Faburga o şecayı tabluqtu. La ilahe illallah ayttiz. Ali kufr tağutdan gapiramiz. Kufr tağutga ko'p biz duchor biz. Kufr tağut bo'ldimi? Yaqin keltiringki, o'shalardan bezorlik qilib yaqin orom bo'ling. Ilohingizni rohat qiling, shak qilmang ularni kufrga. Burga Alloh subhanahu va taolo burga shart qo'ydi. Ya'ni iymoningiz sahihmi, sahih emas, Alloh burga shart qo'ydi nima? Shak qilmasangiz. Vaqti Alloh Rasuli iymon keltirish shak qilmasangiz undan nimasiz, mu'minsiz. Ammo shak qilayotganlar kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala shak qilayotganlarni zikr qiladi, ular munofiqlardir. O'shancha Alloh subhanahu wa ta'ala zikr qiladi sura Tavbaga وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Kimlardir? Munofiqlar qalblari shakkada, olida bo'lgan shakkada. Ular shaklarga doiman taraddud qiladi. Shak qilayotganlar munofiqlardandir. Allah subhanahu wa ta'ala kofirlardan aytadi, kofirlarni iyrayidan aytadi, ularni tili iyrayi nima edi? Aytadilarki inna kafarna bima ursiltum bihi. Bizza sizlarni keltirgan narsalarga kufr keltirib biz, ya'ni sizlar da'vat qilayotgan narsalarga kufr keltirib biz va inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib. Sizlar da'vat qilayotgan narsalar bizning shakkimiz bo'ldi. Bizning shakkimiz bor edi. Qarang, har zamonga tavhidga da'vat qiling, qabul qilmay qolaytadi-voy. Sizni gapingizga meni shakkim bor. Shundoq aytadilar. O'shundoqki ba'zi o'z familiyalarimizdan kelib aytadilarki, vaqtda da'vat qilsak bizga falon-falonni ular aytadiki, bularning gapiga bizning shakkimiz bor. Xo'p, boshqa nima shu gapni aytmadi? O'roz birtasiga aytaman. Zang urib kelibdi. Men aytaman, e'tiqod qil. Tavhidingni o'rgan, hay Qur'onni hofiz Qur'on bo'lsa ham, bo'lmasa musulmon aytmaysan. Aytadi, gapingizni komil qabul qilaman deydi. U Said aytgan gapingizni bas deb vallahi boshqalarni o'titsam aytadi deydi. Buni gapi durust emasdi. Bu hamma muxolifdi. Qarang, uni shakka tushaman deydi. Qanday la ilaha illallohni aytasiz, shak qilasiz la ilaha illallohga? La ilaha shak qilala illallohga emas. Bular illalloh desa, ya'ni iymonni Allohga keltiradilar. İbadetlerinin ag'labi ibodatlarning ko'pisini Allohga taqdim qilib, ixloslari ham bor. Yaxshi Qur'onni o'qiydi, yaxshi namoz ham o'qiydi, hammasi ixlos bo'ldi. Magar la ilaha nafiga bularning shakki bo'ldi. Biz aytamizki, nafini masalasi ham tog'utlarni nima qiling, nafi qiling, bezorlik qiling. Boshqa la ilaha illalloh tamom ma'budlarga bo'lgan nafi qiladilar. Butlarni nafi qiladilar. Xo'p, kelib pirlarni nafi qiladilar. Kelalar maslahat tog'utga nima qiladi? Tayyorlarlar. Ona bo'lga shakka qoladilar. Qarang, shakka qolmang dey. Bu ikki oyatda zikr qildi. 2 oyat 3 oyatda zikr qildi masalani yaqini shakka. Endi hadisdan qarang, hadisdan zikr qilamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilar, Muslimga keladi. Aytdilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Bu bilsaki men Allohning rasuliman. Agar shu e'tiqodiman Allohni muloqot qilsa, shakki bo'lmasa nima bo'ladi? Illa dakhalal janna." Agar Allohni muloqot qilsa, shu e'tiqodima shakki bo'lmasa jannatga daxil bo'ladi. Ko'rdingizmi, bu shart bo'ldi. Yana bir hadisga Muslimga hadis darozda o'sha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilar, "Man laqayta min wara'a hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshiruhu bil jannah." Abu Hurayra radhiyallohu anhuga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ya Abu Hurayra, boy o'sha devorlar qasiga mardum to'xtagan, ularga aytkinki, har kimki la ilaha illallohni aytsa, yaqini bo'lsa qalbiga ularni bashorat ber jannatga. Yaqiningiz bormi? Sizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat beribdi jannatga.
Burga bu ikki hadisni olib kelsak, ikkalasi ham Muslimga kelgan, ikkalasi ham Abu Hurayradan rivoyatda. Qarang, avvalgi hadisga Rasul sollallohu alayhi vasallam aytadi: "G'ayra shakkin fima duymi aytadi mustayqinan bihi qalbi." Qarang, burga ma'lum bo'ladi, bu hadislar shart qo'yadi, nima qayd qiladi, yaqinni la ilaha illalloh. Ya'ni la ilaha illallohni bir sharti yaqin ekan. Shu hadislardan bildik. O'shancha aytamiz, qoida doimo idan tafas shartu intafal mashrut. Agar shart bo'lmasa, vujudi bo'lmasa, mashrutdan vujudi yo'qdi. Qarang, o'g'am. Burga salafni qavllaridan zikr qilamiz yaqinni borasiga. Salaf radhiyallohu anhu nima debdi yaqinni borasiga? Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilar: "Al-yaqinu al-imanu kullu." Iymonni ko'pisi yaqinga dedilar. Nima uchun? Bo'lgani kelib sharh qilamiz salafni qavlidan. Nima uchun iymonda hammasi yaqinga dedi? Hatto Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu vaqti duo qilsalar, duolariga aytdilar: "Allohumma zidna imanan va yaqinan va fiqha." Shuni duo qilarkanlar. Balki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu sahobalarga amr qilarkanlarki, boyat Alloh subhanahu va taolo duo qilsalar, yaqinni tilasalar Allohdan, nima uchun Allohdan yaqinni tilaysiz? Nima uchun? Yaqinni joyi qalbda. Qalbda. Uni yaqiningiz bo'lsa, amalingizga zohir bo'ladi. Ya'ni qanday bilamiz, falonda yaqini bormi, yo'qmi? Joyi qalbda. Mana yaqindor odam amal qiladi. O'shaning uchun qulub mardum, qalblar Allohning quligadir. Allohning quligadir qalblar. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo bizga yaqin bersin. O'shandagi hadis Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga keladi. Aytadi: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: Sallallahu al-afwa wal-afiyata wal-yaqina fil akhirati wal-ula." Rawahu Ahmad. Qarang, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amr qilaydilar. Yaqinni Allohdan tilaylar. Yaqin nimada? Mahalli qalbda. O qalblar Allohning quligadir. Nima qiladi? Yuqallibu kayfa yasha. Qalblarni qanday chapirosta qilsa Alloh qiladi. Ibn Qayyim rahimahulloh shuni aytdilarki, al-yaqinu minal iman bi manzilati ar-ruh minal jasad. Madarij solikinga aytdilar. Yaqinni manzilati iymonga deylar. Faqatki manzilati ruh, qanday jasadga manzilati bor, o'shuni deylar. Masalan, bir tane ruhi yo'qdi, jasaddi. Oyo jasad beruh foydasi bormi? Ne qibillaydi, ne bir narsa o'ldi, xolos. Qancha muhimdi jasadga ruh. Jasadga ruh bo'lmasa qibillamaydi. Iymonga ham yaqin o'shancha muhimdi. Iymonga yaqin bo'lmasa, xolos u iymon o'lgandi, bebakordi, befoydadir. Qani yaqin bo'lsa, sizni yaqiningiz ko'tarib amalga eltadi. Yaqin nima qiladi? Yaqiningiz bo'lsa, idangizga yaqiningiz bor, shakkingiz yo'qdi. Shu yaqinni sizni ko'tarib amalga eltadi, amal solih qildiradi. Amal solih qildiradi. O'shandaqki qarang, holi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Holi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaqin bo'ladi ularga, sahobalarning Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hollarini. Vaqti oshiq qolsalar, qarang nima amal qiladi. Shu yaqinlar borda, erta bu ro'za o'tadi. Bu ro'za o'tadi, erta jannatda. O'shaning uchun sahoba Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oshiq qolsalar, nima qiladi? Qallaga tosh bag'laydilar. Olishni mardum bordiki, pulni oldi, imkoniyat ko'pdi. Agar qo'lidan shu imkoniyat kelsa, qarasa divona bo'ladimi? Ha? Boshini qo'ldan beradimi? Falon marad urami, falon nima uchun? Onizigacha la ilaha illallohni ma'nosini tushungan yo'q. La ilaha illallohni ma'nosini tushungan yaqini ko'payadi. Uni bu dunyo oldiga ishdi. Hammasi kelsin. Hammasi kelsin. Yaqin bordi. Bular hammasini muqobiliga jannatda ondan tosh bag'laysiz qaningizga. Qarang, yaqinni martabasiga eshitaman desa, yaqindor bo'laman desangiz, boya sabr qilsangiz bu yilga. Nafsizma ko'p, nafsizma jihod qilsangiz bu yil uchun. Agar yaqinga eshitamasa, yaqinni vasilasi nimadir? Sababki yaqinga eshitirasiz nima? Ilmdir. Ilmdir. Undan o'sha ilmingizga amal qilsangiz, yaqin undan sizni ko'tarib yeltadi shu amal solih uchun.
amal solihga ana bundoqdi. Qarang, o'sha salaf aytadilar, ilmu yasta'milu. Ya'ni ilm sizni nima qiladi? Iste'mol qiladi. Wal yaqinu yahmiluk. O'shunaki muftah dars saada keladi Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar. Aytadilar, ilmingiz bo'lsa, sizni nima qiladi? Amalga iste'mol qiladi. Yaqiningiz o'sha amalga ko'tarib eltadi deydilar. Qaysi la ilaha illalloh ma'nosini bildingiz? Bildingizmi? Yaqiningiz bormi? Kufr tog'utga keldingizmi endi bu amalga sizni shu yaqiningiz ko'tarib eltadi, kufr tog'ut ketirasiz. Boshqa amallar ham shundoq yaqiningiz ko'tarib eltadi. Ibn Qayyim rahimahulloh taala aytadilar: "Va amma sohibal yaqin fa innahu yuhmalu ala zalika hamla." Aytadilar, sohibul yaqin ko'tarib eltiladi, ko'tarib eltadi bu yaqini. Fala yaqifu ila haddil ilm fayakunu zalika ma'luman lahu fahasb. Bunday emas, yaqin. Ilmi bo'lsa yaqinning ma'nosi nimadir? La ilaha illallohga. Yo la ilaha illallohning ma'nosini bilsa, shunda bo'lsa bas bir ilmi ziyod bo'lsa ham undoq emasdi. Yaqininiz bo'ldimi, uni sizni ko'tarib eltadi. Allohning yo'liga, Allohning a'moli solihalarni sizni ko'tarib eltadi bu yaqininiz. Uni imtithol qilasiz Allohning aytganlariga. Uni Allohning aytganlarini tark qila olmaysiz. Undan iqdom qilasiz a'moli solihalarga, valovki shu a'mol solihangiz sizni nafsingizni olsa, ya'ni siz o'lsangiz shu qilish solih amal qilganingiz uchun o'lsangiz ham tark qilmaysiz. Yaqiningiz bo'lsa. Agar aytala va itlaf malu, agar moli zammasi ketsa, yaqiningiz bo'lsa g'amni qilmaysiz. Va infaqu ajma, agar shu yilga tamom molini bersa ham yaqini bo'lsa g'amni qilmaydi. Ola qarang. La ilaha illalloh shu bizdan aytganimizdek bo'lgansangiz. Kufr tog'ut ketirsangiz, qo'lingizdan o'sha vazifangiz ketadi, ishingiz ketadi, tog'utga ishlasangiz. Bildingizmi? Yaqiningiz bo'lsa g'amni qilmaysiz. Uroz xollardan birtasi aytdilar. Aytdi, men deylar, men xollarimni birtasini da'vat qildim tavhidga deylar. Uni eshitib o'ldi deylar. Uni aytdi, tavhidga la ilaha desang, kufr tog'ut ketdi. Sen vazifangni tark qilgin. Tog'utlarni tark qil. Kofirlarni ishlama, tog'utlarni ishlama. Musulmon bo'lmaysan. Uni aytdi, "Voy, qandoq qilamiz qay? Biza qayerdan yeyani, qayerdacha qila olmaymiz, saxtdi. Sizlarga hamki yeli bo'lsa pul topsanglarmi, bizga ko'p qiyinti, bizga hech yeli yo'qdi." Qarang, yaqin yo'qdi-da. Yaqin bo'lsa, o'sha soniya tog'utdan bas qiladi. Biladiki, bu tog'utni tark qildimi, buni muqobila o'zi qiyomatda Alloh bundan yaxshi, ivodiga yaxshi beradi. Biladiki, o'rozgaki bu a'moli solihah tog'utni tark qildimi, o'rozga Alloh subhanahu va taolo bunga bu qiyamda yaxshisini beradi. Man taraka shay'an lillahi awadahu Alloh khayran min. Har kim Alloh uchun tark qilsa, Alloh uni ivodiga yaxshi narsa beradi. Qarang, yaqin bo'lsa inog'am. Yaqin bo'lsa shunday holatlar bo'lsa-ki, nafsiz qo'rsa, bironsaga taqdim qilaman desangiz, shundoq Ibn Qayyim aytadilar. Nafsiz qo'rsa, bironsaga amalga taqdim qilaman desangiz, bilasizki, nafsiz ketadi, molingiz ketadi. Mardumnicha bejoy bo'lasiz, tamomlasangiz ketadi. Yaqiningiz bo'lsa, o'ziz nafsizga aytasiz, ya nafsi hallaka mavtatan. Ey nafsim, ikki o'liming bormi? Bir o'lasan xalosda. Ikki o'lim senga bormi deysiz. Yaqin bo'lsa, nafsizga bundoq deysiz. Har xatar bo'lsa, shu kalima tavhid uchun ko'tarasiz. Agar yaqiningiz bo'lsa, undan samara yaqin shudiki, sizni zindagingizda zindagilik qiladi, qalbingizni zinda qo'yadi, qalbingiz zinda bo'ladi. Puluz yo'q, joyiz yo'q, noniz yo'qdi. Mana qalbingiz zindada intizori o'sha va'da, Allohning va'dasida. Qalbingiz itmi tomonini topadi, quvvat topadi, nashot topadi. Bildingizmi inoqa? Bildingizmi xorim? Nima uchun qalblar orom emasdi? Nima uchun rohat yo'qdi? Biling, bu dunyoga hech kim rohat emas.
Aytmayın falan ibni falan da munço fulu bo, mundo mutarı bo, mundo yediç hiç o şey hiç oram yemezdi. Kafir ki kafir, dünyasını Allah bergen, dünya ona cennetti hiç oram öltümeydi şu dünyaya. Her kancı bize çok adam. Müslüman ben de biri gelle kaçan, şu pulu besin rahat, hiç rahat tamamıyla kalbi yoktu. Hiç oram yok, hiç kuvveti yoktu kalbiga. Sizlere yakin geldi mi ne kadar kuvvetli, ona oramlıydı, neşat, kalbizge neşat toplar kuras bundan. İnanın, ana bu yakin edi. Şurtu la ilahe illallah'a yakin bir şarttı. Eğer yakiniz bu mesela la ilahe illallah'a aytkine şakkiz bu la ilahe illallah'a ondan siz Müslüman aytilmesi inanın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.